Bugun hayit edi. Hamma o'rtoqlarimiz kiyinib ketyapti. Dadasinikiga ketyapti, buvisinikiga ketyapti. Biz ham o'tbetga boraylik deganda endi u qiz yig'lab yuboryapti. Bolam, agar doding bo'lganda-chi seni ertalab azonda o'zimiz borardik. Bu joning bo'lganda ham ertalab borardik. Lekin doding bo'lmasa, bo'ying o'tib ketgan bo'lsa, qayerga boramiz bolam deganda, tog'alarimiz bor-u, tog'alarimizdan so'raying deb endi qarangki, singil telefon qilyapti. Akalari namozga ketgan, kelinlari telefonni olyapti. Assalomu alaykum kenayi. Va alaykum assalom. Kenayi hayitlar muborak bo'lsin. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Akalarim namozga ketishgandir, hayit namoziga. Ha, namozga chiqib ketishdi. Kenayi, bolalarim yig'lab kirdi ko'chadan. Hamma o'rtoqlari mehmonga ketyapgan ekan, dadasinikiga, buvsinikiga ketyapgan ekan. O'shanga bizani ham olib boring. Dadamiz, buvijonimiz bo'lmasalar ham tog'alarimiz bor-u deyapti. Olib borsam maylimi? Borsak maylimi bugun uyga deganda kenaysidan ozgina qarangki, g'alati gaplar eshitildi. Biz bo'lmaymiz bugun. Biz qudalarnikida fotihalarga ketamiz. Hozir akangiz kelishdan poylab turma degandan keyin mayli bo'lmasa kenayi, qachon boring, aytsangiz o'shanga qarab borardim deganda aytarmiz dedi. Trubkani qo'yib qo'yganda qizni qalbi orib qoldi. Yig'lab yubordi. Onam bo'lsa sendan so'rarmidim, deyapti o'ziga o'zi. Onam bo'lsa sendan so'rarmidim, otam bo'lsa sendan so'rarmidim. Azonda borgan bo'lardim deb turib yig'lab yuborganda eshigi taqillab qoldi. Borib qolsa katta akasi namozdan keyin bundan xabar olgani kelgan ekan. Voy akajon keldingizmi deb bag'riga otilib yig'lab yuborganda akasi qo'rqib ketdi. Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi? Aka bir xilda xo'rligim kelib qoladi de yolg'izligimga. Nega yolg'iz bo'lasan? 3 ta akam bor-ku. Yo Xudoga shukr 3 ta akam bor-u, lekin bitta opam yo'q deb yig'lab yubordi. Bitta opam yo'q de, bitta singlim yo'q deganda akasini jahli chiqib ketdi. Nega opang, nega singlim bo'lmaydi? 3 ta keling, biri senga opa, biri senga singil deganda, to'g'ri, 3 ta keling opam, lekin baribir o'zimni opam bo'lgan deydi deb qarangki, qalbi mag'zum bo'lib yig'lab yubordi. Bormaysan uyga? Bugun hamma uyda-ku deganda aytmadi, gap ko'paytirmadi. Boraman desam ular bo'lmaymiz deb aytdi, demadi, gap ko'paytirmadi. Mayli aka, keyin desa, kelinlarim o'shanga qarab borarman. Yuring, choyim tayyor. Yo shoshib turman deb 5 daqiqa o'tirgan akasi qarangki o'rnidan turib ketdi, lekin qizni, singilni ancha ko'ngli ko'tarildi. Nimaga? Chunki otasi kirib kelgandek, onasi go'yoki kirib kelgandek, uni ancha ruhlari ko'tarildi, azizlar.